Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugungi video obzorimiz chorvachilikka qiziqadigan akalar uchun maxsus tayyorlangan chisalkalar haqida gaplashamiz. Chisalkalarimiz Turkiyaning Barbaros kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan mollarni qarshilashda chorvachilikda kerak bo'ladigan uskuna hisoblanadi. Bu juda yaxshi effekt beradi, sabab mollarni hazm qilishida, semirtirishida bu narsa juda katta ahamiyatga ega. O'shaning uchun hamma fermaga borganlaringda gulyankalarida, как положено, mana shunaqa chisalkalar bilan jihozlangan bo'ladi. Bu chisalkalarimiz motorlariga 1 yil garantiya beramiz. Motorlar juda kam tok tortadi, 0,25 kW tok ishlatadi. Bu juda kam tok ishlatadi. Bu har doim passion ishlab turmaydi. Qachonki sigirlar yoniga borsa, sigirmi buqam yoniga borsa, bu sensorni hisoblanadi. Ana undan keyin bu ishlaydi. Bu xohlagancha jari ko'tariladi, mollar ustiga chiqarib oladi, yoniga xohlagancha bu o'ynab berishi mumkin. Buni xohlagan joyga, xohlasanglar ustimga, xohlasanglar tomga, qanaqa xohlasanglar shunaqa jihozlasa bo'ladi. Bu narsamiz Turkiyaning Barbaros firmasiniki, motorlarga 1 yil garantiya beramiz. Kimlar uchun necha yillardir ishlagan bo'lsa, mana bu shotkalar yedirilib ketsa, alohida shotkalarini ham qilib beramiz. Chunki motorlari bitta ishlasa, o'shan bilan oxirigacha sizlarga xizmat qilib beradi. Faqat ketishi mumkin mana bu shotka qismi. Shotka qismini ham alohida sizlarga sharoit qilib beramiz. O'shaning uchun buni fermasi bor, mol bilan shug'ullanadigan akalarga jo'natib qo'yamiz.